Assalomu alaykum bolalar, nima gap, charchamayapsizlarmi? Joninglar omonmi? Ko'pchilik talablariga ko'ra kamroq summadan maksimum hamma o'yinlarga strategiya qilib ko'tarishga harakat qiling deb yozgan ekan ko'pchilik. O'shaning uchun qo'ldan kelgancha harakat qilamiz maksimum ko'tarishga. Balansda 400 ming so'm bor. Ko'ramiz qani qanday qilib ko'tarsa bo'ladi. Xo'p, boshlanishidan mana bu olmaga kiramiz. Tak. Xo'p, 20 ming so'mdan uramiz. Bizga хотя бы 2 koeffitsient demoqchi edim. Jala 2 ni ham bergani yo'q. To'g'risi, oxirgi vaqtlar bu o'yinlarni вообще o'ynamayman degandim, lekin bilasizlar, onasini hamsin echki qasam bo'lib ketyapmiz bor-ku. Bu o'yin qimorbozlar xuddi shuda, echki qasam. Bugun o'ynamayman deydi, ertasi kuni yana o'ynaydi. 40 ming so'm foyda qilib oldim, yomon emas. Tak, 15 dan bitta uramiz. 150 bo'lib ketdi 15 dan. Bizga хотя бы normallik summa ko'tarib olsam zo'r bo'lardi. 36 yana berdi. 15 dan 4 5. Yaxshi. Yo'q, 70 ming so'm ko'tarib oldik, yomon emas. Xo'p, qaysi o'yinga kirib ko'rsak bo'ladimi? Minaga kiramiz. Oxirroqda biron bir o'yinga tavakkal qilib ko'ramiz, bilmayman, yaxshiroq summa bilan bilmayman, harakat qilib ko'ramiz. Если shu oxirigacha borib olsam 9 18 27. Tak. Hozirgi qilgan foydamizni urib ko'ramiz. Bizga хотя бы lekin bitta yomon emas, 66 ming. 500 mingni o'tkazib oldim. Tak. 45 ming. Хотя бы 2 koeffitsient ber, iltimos. 2. Yaxshi, 70. Olamiz 540. Xo'p, bu yog'i 2 minut. 2 minut ichida 140 ming so'm foyda qilib oldim. Bo'laveradi, yomon emas. Tak. Killer klub. Har bitta o'yin может быть bo'lishi mumkin foyda bermasligi, lekin katta ehtimol ko'p o'yinga kirsanglar boshlanishidan foyda beradi, lekin u foydada chiqib ketish ham bor. Masalan, любой o'yin. Masalan, bu 33 ming so'm. Masalan, hozir 3 ming so'm foydadaman. Bundan oldingi hisobda ham hisoblasak 45. Yaxshi, 60 ming so'm olamiz. 576 ming ko'tarib oldim. Tak, 21. Xo'p, ikkinchisida chiqib keldi. 1 2 3. Voy! 1 2 3 4. Voy, shunisida olaman dedim, qanday bu? 2 1 2 tak 7 tagacha 3 4 5 6-sida chiqib keladi. Bu harom. Qayerdan biladi? Bizni обязательно shu 6 7 gacha chiqishimizni bu. Tak, 90 ming. Yo-mayo, bu summani ko'tar deyapti-da, ko'tar. Kattaroq summa yeyman deyapti. Tak, 66 ming 7. Yana shu turishda uramiz. Ozgina aylantirmasak bo'lmaydi buni. Agar shu hozir ko'taradigan bo'lsam, yeb emib qo'yadi. Tak, 20 tagacha karta ochsa bo'lar ekan. Endi u qiyin narsa bo'lsa kerak, bo'lmayman bor-ku. 35. Voy, harom. 2 3 4 5 6 7 296 ming so'm. Bu yog'i 500 bo'ladi. Tak. Oy, yaxshi, 400 ming. Sirazi olamiz, 630 ming so'm bo'ladi. Normalni ko'tarib oldik. Bu yog'i 4 minut. Bizda har doim aytaman men, bizda videoda uzilgan, kesilgan joylari bo'lmaydi. Обязательно o'zlaring ko'rib olsanglar bo'ladi. 600 ming so'm ko'tarib oldim, yomon emas. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Mana bu Goldga kiramiz, Dragons Goldga. Tak, 35 mingdan bizga 241 da bersa, sirazi qochaman. Yo, bu yog'i qancha? 50 ming so'm foyda qilib oldim. Tak, 45. 50 ming foyda qilgan bo'lsam, 45 ming so'm tikayman yana qaytarib 2 koeffitsiyentga. Oy, joningdan bo'lar ekan, 700. Pasti 2x balans bo'laveradi. Boshlanishiga yomon emas. Men bu kartaga kiraylikchi. Har bitta o'yindan foyda chiqishga harakat qilaman. Mana o'zingizlar ko'rdinglar. Aytaman, har bitta o'yinga kirsanglar beradi. Lekin uni ushlab chiqib ketib qolish bor. Ko'pchilik baylanib qoladi o'sha o'yinga, o'shaning uchun yutkazib qo'yadi ko'proq. Tak. 700 ming yo'q summa bilan kirdik. Ko'ramiz, bizga 700 dan ozgina oshiqroq bo'lsa, sirazi qochamiz. 800 dan deganim, 100 ming 150 ming so'm foyda qiling, хотя бы shu bo'ladi.
Voy, 16 koeffitsiyentni bosib oldim. Qiyin-da, boru bermayapti bu ham. Voy, haromi. 1.54 koeffitsiyent. Tak, 22 6. Voy, qilga jib pasidi-yu. Voy, haromi, yo'q-yo'g'i yeb qo'ydi. Tak, tur. O, yaxshi. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. 60 ming. Bitta foyda qilaylik, xohlaganimizdan baland. Aniqida u chiqishi, tak, yana shu turishida durang. Voy! Shu joyda qo'shamiz endi. Baland. Yo-mayo chiqmadi. Oz. Endi yeyishni boshladi bu. Tak, что baland. 3 koeffitsiyent ham bergani yo'q. Oz. Haromilik qilyapti-da, boru bu. Durang. Bitta 16 koeffitsiyent tushib olsam zo'r ish bo'lardi bunda. Bitta beradi-da orada. Oz 4 koeffitsiyent bor. Tak, bitta qo'shamiz yana 2. Voy, haromi. Durang. Biror marta chiqib qolmaydimi? Durang. Voy, haromi. 50. Durang. Yo-mayo. Вообще bermadi boru. Baland. Haromi. Yo-mayo. Xullas hamma yo'q monti bo'ldi. Yo 112. Bitta durang 16 koeffitsiyent tushib olay. Qga beryapti, faqat ko'ryapsizlarmi? 9 2. Voy, harom. O'xshamadi bu. Bermadi. O, yaxshi. 16 koeffitsiyentda 64 ming so'm bilan ushladik. 1 million 128 ming so'm. Mana shunaqa orada berib turadi. Ushlab olsak bo'ldi. Bu yog'i balans 3x bo'laveradi. Asal bo'lsangiz, mana shunaqa bir kayf qilib yutsang maza qilasan-da, boru. Xo'p, qaysi? Bundan oldik. Lucky kartga kiramiz. Tak, 60 dan red. Qora chiqdi, shu turishda black. Voy, harom. 120 qora chiquvdimi? Qora. Yaxshi, 240. Yana bitta qora. Qizil. Yo-mayo. Qorani bossam qizil chiqyapti. Bu nima qilyapti bu? 240 qizil yana. Qora. Yaxshi. Qora yana. Qizil. Yaxshi. Bitta foydaga chiqib olay. Qora. Padriyat chiqib beradi. Shu to'g'ri kelib qolsam yaxshi. Yana bitta. Yomon emas. 1 million 188 yana bitta qora. Endi yedi-yo. Yetib keldik-da bunda. Qora. Qizil. Qora. Ajala, nima qilyapsan? Qizil. Qizil yana. Tak, g'ishtin. Bitta g'ishtin. Yaxshi, 480 qizil. Qora, yomon emas, bitta foyda qilib g'ishtin. G'ish. Yaxshi, 480, 1 million 300 ming so'm. Ozgina tavakkal bo'lib ketdi, lekin yo'q-yo'g'i 200 ming so'm foyda qilib oldim o'shuni o'zidan. Mana bu DAX-ga kiramiz. Xo'p, ko'tarsa bo'ladi, bolalar. Lekin ozgina mana shunaqa tavakkali bor. Ozgina o'ynashni ham bilish kerak. Endi ko'pchilik baribir biladi. 50 dan bosaveraylik, 150 mingdan bosa ham mana ekan bor. 50 dan yutqizdik, boshidan yutdik, pulimizni qaytarib berdi. Yana bitta 50 plus bor. Tak, 100. Xo'p, necha? Voy, harom. 100 bitta ber. 5. Yana bitta. 1.5 dan o'tkazamiz. Oy, assalosiz. 1 million 550 ming so'm bo'laveradi. Tak, kristalga kiramiz. Ko'ryapsizlar, mana o'zingizlar har bitta o'yinga kiramiz, foyda qilib chiqamiz. 1 million 555 ming so'm bo'laveradi. Tak, 6 ming so'm. Xo'p, 10 marta bosamizmi? Yo'q, 5-6 marta. Berib yuborishim mumkin kattaroq aksent. Tak, oy, aytib turuvdim, berib yuborish mumkin deb.
5-6 koeffitsient bermadi-yu, lekin bo'laveradi. Xo'p, bolalar ko'ngillilar uchun promo kodimiz ZIKO77. Agar xohlovchilar bo'ladigan bo'lsa, bonus olishda tushunmaydiganlar, boshqa bo'ladigan bo'lsa, Telegram kanalimizda bor. Telegram kanalda o'zimni profilim turibdi. Yozsanglar qo'ldan kelganicha bonusni qanaqa qilib olsa bo'ladi, qanaqa qilib asosiy balansga o'tkazsa bo'ladi. Shu bo'yicha tushuntiraman. Tushunmaydiganlar bo'lsa, tak 70 mingni uramiz bu yog'iga. Tak bitta, ikkita 35 ming. Men bu feletga ham ketdimi? Ketdi. Sariq tushadimi? Tepadan bitta sariq tushmadi. Shu turishda uramiz. Yana bitta Roz kristal yoqmaydi menga, lekin kirib qo'yaman shu o'yinga. Обратка. Вообще foyda bermadi kirgandan beri, ko'rgan bo'lsanglar. Voy harom, zeleniy liniya bo'lib ketdi. Bo'lmadi. Qizil bor 2 koeffitsient. Yana o'yna harom. Yana 70. Umuman bermaydi-da, boru qanaqa qilib boshqa birovlar yutadi shu o'yindan. Menga tushunmayman, menga вообще bermaydi boru. Beradi, qiyin narsa-da. Feletka 150 ming so'm beryapti. Shuncha yeb turib 03. Yomon emas, 1.7. Shunisiga ham xursandman borku. Yana feletka tushadimi tepadan? Tushmadi. Bu yoq 500 dan oshiqroq minus qilib qo'ydim bu o'yindan. Tak 81 ming ekan, 800 deb o'ylabman buni. Onay, nima ko'rdinglar-yu, telefon kelib qoldi. Mana shunaqada telefon bo'ladi, asab buziladi, mana shunaqa ular ham vaqtini topadi. Iminda shu yoqmay turgan vaqtda telefon qiladi-da, boru. Voy haromi. Haromilik qildi, boru bu. 400 mingga tushib ketdi bu. Вообще bergani yo'q, kristal. 100 dan uramiz endi bu yog'iga. Bilmayman endi, bersa berdi, bermasa yo'q. 200, 110 ming beryapti, shuncha yeb turib, sal uyatishi ham kerak bu. 80 ming. Voy haromi it. Mana tepadan oq tushadimi? Tushadi. Sariq ham ketdi liniya bo'lib. Ammo tepadagini ham qo'shish kerak edi, 200 ming so'm xolos. Bitta qo'sh it. Voy harom, 3 koeffitsient endi beryapti. Ertaroq bermaysanmi zeleniy? O, yomon emas, mayli bo'laveradi. 680. 700 ming so'mga zo'rg'a berdi. 120 bitta ko'taraylik, bervor qo'shib. 168 ming foyda bor. Feletka tepadan tushdi. Bo'linib ketdi-yu, mayli oq. Qo'shmadi. 1,5 million bilan ko'rdim. 144. Qizil. Yaxshi, 700. Oq ham ketdi liniya. Yaxshi, 936. Xo'p, 1 million 600 ming so'm. Bu yog'i foydaga chiqdik. 3 ming so'mdan yana uramiz. Tak, zeleniy 4 koeffitsient. Bekor tushirman boru. Mayli, onasini ham bermasligi ham mumkin edi. 30 ga ko'taraylikchi. 30. Yana 30. Ko'k o'ynaydimi tepadan tushib? Liniya yaxshi, 3 koeffitsient. Zeleniy. Tak, 300 150 ga bitta ko'taramiz. Ber, iltimos. O, joningdan. Ko'k, iltimos. 165 ming. Harromi 345. Zeleniy ketdimi? Yaxshi 945 bo'laveradi. Mayli, normalni yana qo'sh bo'laveradi. 2 million 300 ming. Bu yog'i 15 minut bo'laveradi. Mana shunaqa ko'tariladi. Mana ko'pchilik yozadi-yu, mana ko'rgan bo'lsanglar, tiqilib ketgan pitam hozir danni moment qamar yozib ketganda, обязательно men bu tepasini bekitib qo'yadi, yo bo'lmasa nima qiladi onasi ham, yo bo'lmasa 100 ming so'mdan 70 million so'mga ko'tardim, yo bu yoqda yozadi. Mana masalan ko'pchilikda bo'ladi shunaqa. Meni o'zingizlar bilasizlar, 1 million so'm, 2 million so'm solsam ham обязательно pul solganimni boshqasini ko'rsatib o'tib ketaman. Agar обязательно shunaqa yutayotganlar yoki boshqalar bo'ladigan bo'lsa, yozinglar.
ko'rsat, mana bu chiqib turadi. Burchida 15 minutmi? Shunaqa vaqti chiqib turadi. Обязательно ko'rsat deylar. Ko'rsatib bersa gap so'z bo'lishi mumkinmi? Mana o'zingizlar 400 ming so'm 2 million 400 ga ko'tarib oldim. Qo'ldan kelganicha. Bu yesa yeb qo'yishi ham mumkin. Mana hozir 100 ming so'mdan kristaldan ko'tarilib chiqdik o'zimiz. Xo'p, pokerga kiramiz. Pokerdan ham bitta o'xshab bersa asal ish bo'lardi-da. Kerakli narsa bir 5 mi normalniy bo'lardi. 200 ming so'mdan urilgan oxirgi marta. Ana 4 million 5 milliondan solib turgan vaqtimizda. Xo'p, 10 mingdan 5 marta uramiz. Tak 1 2 3 10 martagacha bermasa вообще zo'r beradi-da bu. Hozir 10 ni ham qo'shib yuborishi mumkin. Tak. Bitta 10. 10. Voy, harom. 5. Yana bitta bergan 5 yoki 10. Chiqib ketdik osonroq yutib 90. Bitta harom. Bitta 10 ni bergan 10 yaxshi 2 million 800 bo'lar ekan-ku. 40 mingdan uramiz bu yog'iga. Bitta 5 ni bersa qochamiz. Tak 5 koeffitsient 2 million 800. Yana bitta qo'shkin. Ham bu 50-75 tushmay qo'ygan bu o'yinlarda yaxshi bilasizlar. Bundan o'ynab turgan odamlar bo'ladigan bo'lsa biladi. Tak bitta 10 da berib olsa ham zo'r ish bo'lardi. Mana shu joyga 3 millionga ko'tarib olardim. Xo'p, 5 2 million 950 qochaveramiz, bo'laveradi. Qoida qilib chiqdik g'alamisi, bo'laveradi. Yaxshi, normal. 3 million so'mga pastga ko'tarib oldim. Ko'ryapsizlar-ku, kirgan o'yinimdan foyda qilib chiqyapman. Xo'p, hamma yigiramiz 21 ochkoga. Tak, bo'laveradi. Bitta kiramiz. Bundan bitta olsak bo'ladi 250 mingga. Bitta kiramiz. 250. 19 17 bo'ladi 3 million 200. Sirazi qochdik 250 da olib. Tak. Qaysi qoldi? Foyda qilmagan. Qiyin narsa u. 100 ming so'mdan 70 millionga ko'tarib olish вообще qiyin narsa. Shuning uchun ham ko'rsatmaydi boshqa joylarini, bilmayman endi. Tak 65 dan bizga mana bu 5 koeffitsiyentga bitta aylantiraylik. Sariq tushishi kerak. Xo'p, tushib beradimi sariq? Cho'ta boradiganga o'xshab turibdi-da, 20 tushib berganini qaranglar. Haromi. Qiyin narsa yo'q, qanaqasiga o'xshab berar ekan shu 20. Yaxshi, 300 ming so'm bor. Xo'p, bu yog'iga 7 koeffitsient bitta zeleniy tushib bersin. Sirazi irg'iyimizda bor-ku. Hop. Voy, o'tib ketdi. Tushdi degandim. Voy, haromi. Tushdi degan joydan o'tib ketdi. Tushib bergan, yana 20 degami? O'tdi 20 ni. Tiksa qiyin, u 20 ni berib olish qiyin tikadigan bo'lsak, lekin foydaga chiqdik. Imini shu o'yindan oldiga tushyapti bu itam. 10 da lekin bermadi, bitta berib olishi mumkin, qiziq. Ikkita bormi? Doiraning ichida ikkita bor. Может быть, adashib bo'lsa ham bitta tushib qolishi mumkin. 20 tushyapti. Haromi bo'lmaydi-yu, odam bunchalik. Odam emas bu. Yanami? Voy, haromi. Hozir 20 ga bitta tiksam 10 tushadi hozir. Haromimisan? Bitta ekan 10 ham, 20 ham 10 ham bitta ekan. Yana 20. Voy yetim. Bitta 10, iltimos, bitta 10. 10 da o'xsha ber. 5, shu 5 ga tikmoqchi bo'ldim. Shu beramkin biron marta 10. Oy, ketdi. O'tib ketdi bor-ku, 2700. Yana 20. Ha, berasan-da 20 ni. Suv kabi bo'ldi, do'stim, suv kabi deb ezyapti-yu bu. Oy! Haromi, bitta 10 ni bersam hozir uje unaqa katta foydaga girmayman, shuni ham bermayapti-yu.
O'tib ketdi, yana yetdi. Nimaga kirib oldim bu o'yinga bor-u? Oy joningdan 3 million 400. O'zimizni pulni qaytarib berdi. Xo'p. Yana bitta beradi mana shu o'nni qaranglar hozir. Bitta beradi, yana bitta tushib beradi. Kak 20 ga o'xshab. Tushib ber. Oy jonim. Aytib turibman mana. Aytganing bo'lib bersa maza qilasanmi? Primer 20 minut. 4,5 million so'mga ko'tarib oldik. 10x balansda bo'laveradi. Xo'p, asal. Bu yog'iga ozgina kallani ishlatib o'ynasak bo'ldi. Xo'p, qaysi yana? Bo'laveradi 5 million, 10 million so'm ko'tarib olsam vobshe asal ish bo'lardi. 15 millionni ko'ramiz. Vaziyatga qarab o'ynaymiz. Mana Fruit Blastga kiramiz 60 dan. Tak, uzum bor boshlanishiga. Tak, yana uzum. Uzum emas, it uzum ekan bu. Gilos mana bu klubnika ham o'ynadi. Klubnika bor, limon bor. 120 ming bo'laveradi mayli. No, lekin gilos hachab 2x bor uje. Naq. Abrat yegan bu. 2x emas ekan. Limon. Uzum bor 3x. 180. Bonus. Tak, xohlaganini beradi-da, bu bonus xohlasa 5. Oy, 8. Shu beramigina. Ayyo, xato ekan. Qiziqtirib qo'ydi-da bu. Gilos 2x bor. 2x emas o'zini puli deganim, shuni 2x to'g'rayapman. Qayta bor-ku. Bonus ham bor pastdagi. Bonus xolasa 60 ming so'm berib qo'yadi. Uzum ketmaydimi? Bitta tushib berganda uzum ham ketardi 3 koeffitsient. Oy, nechi bu? Limon. Uzum tushib ber bitta tepadan. 180. Xo'p. 120 bitta ko'taraman. 2x bo'lsa ham tushib ketaman. Tak. Limon ham endi qiyin-da berishi. Xo'p, mana shu tushib berdim 24 ming. Haromida bu ham. Kutyapti mana shu summani ko'tarilishini kutib turibdi-yu bu. Tak. Voy harom. Gilos. Klubnika gilos tushib ber xachabi. Gilos ketdi. Gilos so'rasang gilos beradi bu ham. Limonchik. Xullas bu o'yindan pakashto yeydiganga o'xshab turibman-da, chiqib ketaman. Xo'p, 4 million so'm qolsa chiqib ketaman. Ne qilamiz? 150 ga bitta ko'taraman. Xo'p. Gilos qo'shib yuborsa kerak, bo'lmaymi? Qo'shdi ham. Uje bor, obratga hech bo'lmasa. Xo'p, yana bitta. Oy, yaxshi, 3x bor. 3x limonni qo'shaylik-chi, mana bu tepadagina. Qo'shmadi. Giloschi yoki uzum. O, yaxshi. Bitta uzum bo'lganda yana 6 koeffitsient bo'lardi. Bu haromi ham. Gilos. Obratga bor hech bo'lmasa, yana shu turishda. Xo'p. Yana bitta qo'shkin. Uzum. Tepadan uzum tush. Bo'lindi uzum uje. Uzum tushib bersa olma zo'r o'rtaga. O, yaxshi. Gilos ham ketdimi? Bonus bor, limon bor mana bitta. Limon, bitta tushib ber, limon to'g'ri kelgan. Zay balsa bor-ku. Xo'p, 450. Pashti o'zimizni summada aylanib yuribmiz bor-ku, bu bergisi kelmayapti. Uzum. Limon ketdi, bitta limonni berib yuboramigina. Biror marta ushamadi, obratga bu ham pashti. Chiqaylik bundan, cho'ta bergisi yo'q buni. Chiqamiz. Pashti foyda qilmadik agar limon berib yubormasa mana shu joyda adashib. Foyda qilmadik, o'zimizning summa pashti. Chiqdik undan, chiqdik. Xo'p. O'yin kerakmi? Hozirginga 60 120. Yana 10 deb bosaylik-da, bitta berib yuborsa, ammo jinni bo'lib qolgan bo'lasan.
Ha yo'q endi xatodir endi. Ertaga qo'yardim endi meni. 10. Bermaydi endi 20 tushadi hozir. Haromi-yu bu. Bitti 7x ni bergan. 7x 7 10 tushadi hozir qarab turinglar. Voy, harom. 5 tushib berdi, 10 tushadi hozir. 10 aniq 10. Aytib turibman, haromi. Endi 7 tushadi, qarab turinglar. Miyani o'qiydi-da bu, endi 7 tushadi. 2 tushdi. Tak. 10 bitta. 10 please. 10. Voy harom, bitta qoldirib qo'ydi bu yoqqa. O joningdan 5 million 400 ming. Bo'lar ekan, bitta 10 ni qo'sh yana padriyat berib yuboradi-da, ko'rdinglar? 20 ni ham padriyat dang deb tushirib beryapti. 10. O jonim. Mana 7,5 million. Yarim soat ichida 400 mingni 7,5 million so'm ko'tardik. Bu realniy narsa. Mana o'zingizlar ko'rsanglar bo'ladi. Обязательно. Xo'p, 10 ming so'mdan mana bunga kiramiz scratch kartga. Xo'p, bitta, ikkita, uchta, to'rtta. Men o'zi 3-4 million so'm solaman, 30 million so'mga, 40 million so'mga ko'taraman. Обязательно doim o'zingizlar ko'rasizlar. 400 mingni 100% ko'rsatyapman. O'zim 10 mingdan yana uramiz. Tak, boshda uraveramiz. Mana bu 8 ni berdi-yu. Bitta qo'shib yuborish ham mumkin, lekin shu 8 ga 15 berib qo'yadi hozir, yo 30 berib qo'yadi. Qarab turasizlar. Normalniy kattaroq aytsan berib qo'yadi-da. Aytib turibman, 100, 200. Yo 100 dan ururay. To'ram yo'q. Bu yog'iga ezmagin endi. Harom. Iltimos. 2. Пожалуйста. 2 marta 8 ni berdi. O jonim, 10. Bitta qo'shgan. Qo'shib yuboring boyaga. Voy. Iplos. 2 dan boshqa bitta oltini qo'ysa chiqib ketardim. O yana 8. Qo'sh shunga bitta oltini. Oltini qo'sh desam 6 dan ochilyapti. Qarab qo'yaverasizlar, tur. 10 ga ko'tarib oling, пожалуйста, 10. 4 koeffitsient 9 bor uje. Bitta qo'shib yuborsa zo'r 6 ni. Agarda 2 yana 20 berib yuborsa zo'r 400. 800 degani 4 koeffitsient. 50 bersang, ama jinni bo'lib qolaman. Voy! Shu berarding, o'xshab berarding, u bitta qo'shib bergan. 15 ham yo'q ekan. Bir xil summada ko'p aylantirib yubordinglar, shuning uchun uje bu diskini qo'yib oldim. Mana shunaqa diski bir boshlansa bermay qo'yadi. Harom. Normalniy ko'tarib oldim, ha. Tur. 9 million 400 ga ko'tardim. Voy, bitta qo'shgan 15 ta. 10, yaxshi. 6 ni. 2 bor, 4 bor, yaxshi. Hop. 2 koeffitsient. Yana 2. Qo'shamiz bunga 250. Voy, 10. Imonni kerakligini biladi-da bu haromi. Ne qilamiz? Chiqamiz. Qanani? Zo'r o'ynagan bor shu ham, agar bir o'ynashni biladiganga zo'r o'ynagan. Xo'p, 60, 120, 240 bitta 10 di.
Yo'qmi, endi tushib bersang jinni bo'lib qolaman. Haqiqatda. Tushdi. O jonim, 10 million. Normalniy. 400 ming so'mmi? 10 million so'mga ko'tardik mana. Bizachini videoni hech qanaqa kesilgan, qirqilgan joylari yo'q. Yarim soat ichida ko'tardik. O'zingizlar bilasizlar, 3 million so'm solsam ham 30 million, 40 million so'mga bizachini har doim ko'tarib ko'rsatganman. 10 million so'm normalniy. Xohlasam agar dars o'ynasam bo'ladi, 10 million so'm normalniy summa. Shuning uchun videoni shu joyda to'xtataman. Keyin yana bir narsa borlar. Обязательно mana shunaqa o'ynaydiganlar bo'ladigan bo'lsa, so'ranglar mana. Bitta ko'rinib turibdi. Minutigacha video qirqilganmi, kesilmaganmi, boshqa joylar ko'rinib turibdi. Обязательно so'ranglar. Mana shunaqa narsani ko'rsat deylar. Bizda mana ochiq ko'rsatiladi. Kesilgan, qirqilgan hech qanaqa joyi bo'lmaydi. Shuning uchun like bosishni esdan chiqarmanglar. Обязательно Telegram kanal borlar. Mana bu joyda Ziko pastki chiziqcha stavka Telegram kanali chiqib keladi. Bugunga normalniy kupon bor. Kuponni tashiyman. Tekin mutlaqo вообще pul hech nima kerak emas. Rozigrish boshqa narsalarni ham обязательно sizlar uchun qilinadi. Xo'p, bolalar pulni chiqarganimni chekini nimaga tashab qo'yaman Telegramga. Bunga sabab bunaqa narsalarni YouTube'ga ko'rsatib bo'lmaydi. Shuning uchun unaqa narsalar Telegram kanalda bo'ladi. Bemalol ko'rib olsalaring bo'laveradi. Ahmoq emasman. 400 ming solib 10 million ko'taradigan bo'lsam, demoda yoki boshqa narsada o'ynaydigan. Shuning uchun обязательно Telegramga podpiska bo'lib qo'yishni esdan chiqarmanglar. Hamma narsa tekin. 7 koeffitsient, 10 koeffitsiyentli kuponlarni tashab turamiz. Hammaga rahmat. Xayr, sog' bo'lasizlar.